Maktab avtobusi safarga tayyor. Men quvnoq avtobus Gordonman. Mening asosiy vazifam bolalarni himoya qilish. Gordon! Tugmachani bossangiz bo'ldi. Men yordamga kelaman va o'sha daqiqadan boshlab Quyoshjon bolalarga g'amxo'rlik qilaman. Tashiroqqa! Bip-bip! Maktabda o'qiymiz bizlar. Kechiksak odobsizlik bo'lar. Yaxshiyamki bor quvnoq avtobus. U darrov manzilga elitar. Gordon bo'lsa muammo ketar. Yo'qolganni topar tezda. Xoh suvda, xoh samoda. Gordon yelar har yoqda. Gordon, jasur qahramon, yordamga shoshar har on. Gordon, jasur qahramon, yordamga shoshar har on. Gordon bizni qadrdon, u chinakam qahramon. Toshbaqani qutqaramiz. Qani ko'raylikchi, Gordon va uning mitti do'stlari bugun nima bilan mashg'ul bo'lishadi? Bip-bip! Xayrli kun bolalar. Xayrli kun Gordon. Chiqa qolinglar. Bip-bip! Yuringlar. Bo'la qolinglar. Xo'sh, kamarlarni taqib oldingizmi? Ha, ketdik. Avtobus Gordon sizlarni sog'-salomat manzilingizga yetib qo'yadi. Bip-bip! Sayohat uchun ajoyib kun tanladim. Qoyilmisiz? Qoyil, sohilga boramiz. Hozir ayni toshbaqalarni ko'payish vaqti. Agar e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, sohilda mayda toshbaqalarni uchratishimiz mumkin. Bip-bip! Toshbaqa bolalari. Sisi, sohilga borganimizda toshbaqa bolalarini izlaymiz, xo'pmi? Maktab avtobusi Gordon yo'lovchilarni sog'-omon manziliga yetkazib qo'ydi. Bolalar, tushadigan vaqt bo'ldi. Yuringlar. Xo'p, bo'ladi, Sinchi xonim. Sohilga yuguramiz. Shoshmanglar. Kuningiz xayrli o'tsin. Katta rahmat, Gordon. Ko'rishguncha kichkintoylar. Xayr, Gordon. Oh. Mitti toshbaqa qayerdasan? Mitti toshbaqa. Ajoyib. Kichkina toshbaqa yoqimtoy. Kelsani yasantirib qo'yamiz. Judayam chiroyli bo'lasan. Ajoyib. Qoyil. Mitti toshbaqa yaltirayotganda. Zo'r. Kel, yana senga mana bu tasmani taqib qo'yaman. Senga qaysi rang yoqadi? Mana shunday. Bunaqasiga ham chiroyli. Toshbaqaga nima bo'ldi? Sisi, menimcha toshbaqa quyoshdan qo'rqadi. Isib ketayotganga o'xshaydi. Kel, toshbaqaga yordam beramiz. Uni sovutish kerak. Sohil soyabonini olib kelaman. Men esa chelakka suv solib kelaman.
toshbaqajon, senga soyabon olib keldi. Ay, bu nima edi? Sisi, iltimos, shlangni ushlab tur. Men suvni yoqib kelaman. Nega suv chiqmayapti? Ay! Bolalar, nima bo'ldi? Senga xonim yordam bering. Voy. Oy. Ana. Dizi, Sisi, tuzukmisiz? Ha, Rahmat, Senji xonim. Senji xonim. Jesi ikkimiz toshbaqa bolasini topib oldik. U ana u yerda. Oy, qani u. yo'q. Mitti toshbaqajon. Toshbaqamizni chaqalay olib ketibdi. Endi nima bo'ladi? Nima qilamiz, Senji xonim? Toshbaqani tezroq qutqarish kerak. Dizi, Sisi, xavotir olmang. Bizga Gordon yordam beradi. Gordonni chaqiraman. Aha! Salom. Men shu yerdaman. Gordon, falokat. Toshbaqa bolasini chaqalay olib ketdi. Tushunarli. Maktab avtobusi Gordon yordamga shoshadi. Bip. O'zgarish jarayoni boshlandi. Nano o'zgartiruvchi qurilma ishga tushirildi. Avtobus Gordon shaklini o'zgartiradi. Toshbaqani chaqalay olib ketdi. Havoda vazifani uddalash uchun bizga samolyot kerak bo'ladi. Samolyot! Gordon hoziroq o'z beradi. Uchuvchi Gordon uchishga tayyor. Qaranglar, oxiri uchuvchi Gordon-ku. Uchuvchi Gordon qutqaruv operatsiyasiga tayyor. Gordon, mitti toshbaqamizni chaqalay olib ketdi. U mana u tomonga uchib ketdi. Vaziyatni tahlil qilamiz. Ularni topdim. Kichkintoylar, tashvishlanmanglar. Uchuvchi Gordon yordamga shoshadi. Bip. Ana uchuvchi Gordon. Hoy chaqalay. Hoziroq toshbaqamizni yerga tushir. Bip. Voy chaqalay. To'xta dedim. To'xta. Endi o'zingdan ko'r. Vazifa aniq bo'ldi. Uchuvchining yordamchisini ishga tushiramiz. Voy, bu chaqalay anoyi emas ekan. Yana bir marta. Seni tutib olaman. Hozir tutib olaman. Hozir tutib olaman, hozir. Bola qol Gordon. Umidimiz sendan. Tezroq toshbaqamizni olib kel. Gordon! Bu safar qutulib ketolmaysan, ayyor chaqalay. Voy! Xatar. Yo'q. Tosh qimirlayapti. Hozir qulab tushadi. Chaqalay, ehtiyot bo'l. Voy, tutib oldim. Bip. Ye?
Bu nima? Polaponlaringmi? Rostdanmi? Endi nima qilamiz? Sen bizga bitta toshbaqamizni qaytarib berding. Sen zo'rsan. Juda ham xursand bo'ldik. Rahmat, Gordon. Bolalar, meni vazifam sizlarni himoya qilish. Bip. Sisi, toshbaqani uyga olib keldi, bunga g'amxo'rlik qilamiz. Albatta. U holda toshbaqaga non topishimiz kerak. Nima uyga? Jiji, Sisi, bu yaxshi fikr emas. Nega endi? Nimaga? Biz tabiat qonunlariga rioya qilishimiz darkor. Mitti toshbaqalar o'z oilalari yonida bo'lishlari shart. Sisi, kel u holda Mittivoyning uyiga ketib qolishiga yordam beramiz. Barakalla. Jiji, Sisi, siz zo'rsiz. Bip. Hayır, mitti toshbaqa. Ota-onangni oldiga tezroq suzib bor. Ha, aytgancha. Menga yordamingiz kerak. Bip. Menimcha polaponlarga baliqchalik pechenye yoqib qolganga o'xshaydi. Arzimaydi, ona chaqalay. Omon bo'ling, mitti qushchalar. Bilimlar bekati. Bolalar, biz har kuni yovvoyi hayvonlarga duch kelamiz. Albatta ehtiyotkor bo'lib, ular bilan muomala qilishni bilishimiz lozim. Senji xonim, ularni ko'rganda nima qilishimiz kerak? Har bir hayvonning o'z uyi bo'ladi. Agarda biz ularni o'zimiz bilan olib ketsak, o'z yaqinlari, do'stlarini sog'inib qolishadi. Tushunarli. Hamma jonivorlar uylarida, o'z yaqinlari atrofida katta va baxtli bo'lsin. Buguncha shu edi. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Hayır. Quchoq tutgan ritsar. Bip, xayrli kun bolalar. Xayrli kun, Gordon. Chiqa qolinglar. Bip. Yuringlar. Bo'la qolinglar. Xo'sh, kamarlarni taqib oldingizmi? Ha, ketdik. Avtobus Gordon sizlarni sog' salomat manzilingizga yetib qo'yadi. Bip. Men qo'rqmas jasur Dobiman. Dobi, sen bu asarda bosh qahramonsan. Shunday ekan, yaxshilab harakat qilgin. Tashvishlanma, Gordon. Bizni tomoshamiz tahsinga sazovor bo'ladi. Mana ko'rasan. Uyaltirmayman. Qoyil, zo'rku. Dobi ko'rinishing ajoyib. Bolalar, sahnaga chiqishga tayyormisiz? Xo'sh, Albatta tayyormiz. u holda sizlarga omad tilayman. Bip. Xayrli tong, Sensi xonim. Salom Gordon. Maktab avtobusi Gordon barchani manziliga sog' salomat olib keldi. Senji xonim. To'xtab. Xayrli tong, Senji xonim. Xayrli tong, Senji xonim. Xayrli tong bolalar. Kuningiz xayrli o'tsin, kichkitoylar. Endi men boray. Bip. Katta rahmat, Gordon. Ko'rishguncha bolalar. Xayr, Gordon. Bolalar, shoshilib yemang. Hiqichoq tutib qolishi mumkin. Senji xonim menga bosh rolni berishdi. Tomosha boshlanishdan oldin yaxshilab tayyorgarlik ko'rishim kerak. Senji xonim, hiqichoq degani nima? Bobi, hiqichoq qachonki Senji xonim, men bo'ldim.
Hoy, Dobby. Senji xonim, men tayyorgarlik ko'rishim kerak. Qoyil. Dobi ovqatini hammadan tez yeb qo'ydi. U bosh rolga munosib. Qadrli tomoshabinlar, bugun sizlar bilan Quyoshjon maktabi o'quvchilari tomonidan tayyorlangan ajoyib sahna ko'rinishini tomosha qilamiz. Ritsar ajdarga qarshi. Voy, bolalar biram shirin bo'lishadi. Sisi, seni navbating. Qo'rqma, Sisi, bor. Qo'rqma. Men quyoshli qirollik malikasiman. Qasr atrofidagi bog'larda sayr qilishni yoqtiraman. Wow. Men zolim Bobbi bo'laman. Yoqimtoy malika Sisi, tezroq yur. Men bilan qo'rqinchli ajdar qasriga borasan. Meni qo'yib yubor, yaramas ajdarho. Sisi, ajoyib o'ynading. La, men Pandi, quyoshli qirollik qiroliman. Nima, meni go'zal malikam qani? Qirol Panji, malika Sisini yovush ajdarho o'g'irlab ketdi. Yo'q. Meni sevimli go'zal malikam Sisini yovuz ajdarho o'g'irlab ketdimi? Bu qanaqasi? Uni qutqarish uchun bizga jasur ritsar kerak bo'ladi. Qoyil, axir bu bizni qahramon-ku. Dovyurak ritsar Dobby. Qoyil, ritsar shu yerda. Malikamizni qutqarish men uchun sharaf. Ehtiyot bo'l, jasur ritsar Dobby. Ajdarho juda yovuz va shafqatsiz. Malikani himoya qilish ritsarning asosiy burchi. Ritsar Dobby hech qachon chekinmaydi. Voy, qoyil, barakalla Dobby. Hammasi yaxshi ketyapti. Mana, yovuz ajdarhoni qasriga ham yetib oldik. Yaramas maxluqni yengib, malikani saroyga qaytaraman. Wow! Yovuz ajdarho, malikamni qo'yib yubor. Ritsar Dobby, meni qutqar. Wow! Malika endi meniki. Hech kim uni bu yerdan olib keta olmaydi. Barakalla Bobby. Bobby, men jasur. Men jasur. Qo'rqmas ritsarman va men bu yerdan Voy, yo'q. Dobbyni hiqichoq tutdi. Menimcha to'yib ovqatlangani uchun shunday bo'lyapti. Dobby, chuqur nafas ol. Nafas ol. chuqur. Dobby, shoshilma. Nima gap bo'lyapti o'zi? Bu bolaga nima bo'ldi? Voy, bunaqasi ketmaydi. Bilaman. Uni qutqarish uchun Gordonni chaqirish lozim. Aha, salom. Men shu yerdaman. Gordon, Dobbyni to'xtovsiz hiqichoq tutdi. Tamoshani davom ettira olmayapmiz. Tushunarli. Maktab avtobusi Gordon yordamga boradi. Bip. O'zgarish jarayoni boshlandi. Nano o'zgartiruvchi qurilma ishga tushirildi. Avtobus Gordon shaklini o'zgartiradi. Dobbyni hiqichoq tutdi. Shoshilinch yordam ko'rsatish uchun bizga tez yordam mashinasi kerak. Gordon hoziroq qiyofasini o'zgartiradi. Shifokor Gordon ishga kirishadi. Bip.
Aha, shifokor Gordon tez yordam ko'rsatish uchun yetib keldi. Bip. Voy, Gordon, Dobini hiqichoq tutdi. Shu bois tomosha xavf ostida. Nima qilish kerak? Endi nima bo'ladi? Tashvishlanmang, Senji xonim. Shifokor Gordon hammani qutqaradi. Bip. Dobi, menga suyan. Buni uddalashing lozim. Dobiga yordam ber. Ya? Tushundim. Yo'q. Sen juda jasur va mahoratli ritsar ekansan. Taslim bo'ldim. Voy! Albatta men jasur ritsarman. Dobini ahvoli yomonlashyapti. Tezroq uni davolash kerak. Ha, kichkintoyimni kim xafa qildi? Gordon. Gordon, Men ajdarholar qasrining eng qudratli ota ajdari bo'laman. Bip. Ota ajdar? Dada, meni qo'rqmas ritsar xafa qildi. Kichkintoyimni xafa qilishga qanday hadding chiqdi? O'zingni himoya qil, ritsar Dobi. Olovli nur purkashni boshlayman. Mana senga. Mana. Dobi, qochib ketma. Bu hiqichoqni davolaydigan nur. davolaydigan nur. Dobi, Gordon seni davolash uchun keldi. Ha, tushundim. Yaramas ritsar, yana bir marta. Olovli nur. Qani, bo'la qol. Bardan bo'l ritsar Dobi. Tekshirgich Dobini nazoratdan o'tkaz. Choq to'xtadi. Voy! Tura qol ritsar Dobi. Bu yaramaz ajdarhoning yo'qi. Ritsar yengildi. Bechora malika bir umrga ajdarho qasrida qoladigan bo'ldi. Bip. Yo'q, bo'la qol o'rningdan tur ritsar Dobi. Ajdarxonni yo'q qil. O'rningdan tur. Ajdarxonni yo'q qil. Bo'la yo'q qol. Hoziroq malikani qo'yib yubor. Senga qo'yib yubor dedim, yovuz ajdarho. Yaxshisi taslim bo'l, ritsar Dobi. Bip. Jasur ritsarlar hech qachon yovuzlarga taslim bo'lmaydi. Buni yaxshilab bilib qo'y. Qudratli adolat qilichi. Men kuchli bo'lishim kerak. Ajdarho yakson qilinsin. Qanday qilib? Ana shunday. Barakalla. Yaxshi bo'ldi. Ajoyib tomosha bo'ldi. Barakalla. Bugun hammangiz yaxshi mehnat qildingiz. Ayniqsa Dobi o'zini haqiqiy ritsarlardek tutdi. Albatta, axir men qudratli va jasur ritsar Dobiman. Boshqacha bo'lishim mumkin. Keyingi safar jasur ritsar Dobi ovqatni sekinroq yeyish kerak, bildingmi? Ha, barini tushundim, Gordon. Bilimlar bekati. Bolalar, bugun biz shoshilib ovqatlanish mumkin emasligini bilib oldik. Aks holda hiqichoq tutib qolishi mumkin. Senji xonim, hiqichoqni to'xtatishning qandaydir chorasi bormi? Chuqur nafas olsangiz, o'pkangizdagi havo muvozanatini to'g'rilashga yordam beradi. Yana suv ichsangiz ham bo'ladi. Tushunarli.
pichoqni to'xtatishga harakat qiling, ammo hech qachon vahimaga tushmang. Bip bip. Bugunga mana shular edi. Hammaga xayr. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Yana Ay, keladi ko'rishguncha.